Hozirgi kunda deyarli har ikkinchi inson tirnoq ichiga o'sishi bilan yashayapti. Lekin ko'pchilik buni og'riq juda kuchaymaguncha jiddiy qabul qilmaydi. Bu mijozimda esa muammo ikkinchi farzandlarda boshlangan. Homiladorlik paytlarida oyoqlari qattiq shishib, tirnoqlarini vaqtida ola olmaganlar. Shundan keyin tirnoqlari asta-sekin ichiga o'sib qolgan. Men ishimni avval tirnoqni to'g'ri shaklda qisqartirishdan boshladim. Ichiga o'sgan ikki yon tomonini ehtiyotkorlik bilan olib tashladim. Kuretka yordamida tirnoq ostini yaxshilab tekshirib oldim. Shundan keyin kutikulani itarib chiqdim. Tirnoq ustida o'sgan ortiqcha terilarni konus freza yordamida birin-ketin tozalab tashladim. Sharik freza bilan kutikulani akkuratni kesishga o'tdim. Penka bilan barcha tirnoqchangi tozalandi. Ikki yon tomonga tamponada qo'yildi. Kutikula yog'landi. Natija og'riq yo'q, bosim yo'q, yengillik bor. Tirnoqning to'g'ri o'sishi uchun to'g'ri sharoit yaratildi. Agar siz ham tirnog'ingiz ichiga o'syapti deb o'ylasangiz, og'riqqa chidab yurmang. Vaqtida to'g'ri mutaxassisga murojaat qiling.